8 oy 26 kun ozodlik cheklanish jazosidan muddatlangan shartlar ozodlik. Provatsiyaga tushgandim 1 yil shu muddatda. Hozir meni 8 oy 26 kun muddatimdan oldin o'talmay qolgan jazomdan chiqarib berishdi. Rahmat aytaman bunga. Qaytadan shu hayotga qaytish, o'z maqsadlar yo'lida intilish yoshlarga katta imkoniyat berdilar. Rahmat aytaman prezidentimizga. Xursandman bular kelganidan, o'z muammomning yechimini topgandan. Endi Xudo xolasa yaxshi yo'lga qaytib, bunaqa janjallarga qo'shilmasdan o'qishga topshirib Xudo xolasa. Oldidagi burch bajaramiz.